Qopga qani? Nima chiqmayapti shogird? 20 chiqmayapti. Ustoz tushmayapmi? Nima degan shartini aytqani? 23 ni. Aytdi. 5 ta коробка bir xil ekan debdi. Aha. O'sha 30 kilogramm debdi. Aha, shunaqa. 12 tasi necha kilogramm chiqadi, to'g'rimi? Shunaqa. Qara. Tushunmayapman. 5 tasi 30 kilogramm. Tasavvur qil, 5 ta korobka yoningda turibdi. Shuning to'la pul ichi. To'la pul. Hammasi bir xil. Tushundingmi? Og'irligi bir xil, 5 ta korobkani ham. Shuni oldingda 5 ta korobka shuni taroziga qo'yding, 30 kilogramm chiqdi. Bitta korobkaga necha kilogramm chiqishini qanday topasan? Bo'laman. Krasavchikda 30 ni nechaga bo'lasan? 5. Necha chiqadi? To'g'ri, 6 chiqadi. Endi bittasi 6 chiqsa, xuddi shunaqa 12 ta korobkang bo'lsa, necha kilogramm chiqishi topishni nima qilasan? Ko'paytiraman. Krasavchik. Ko'paytirsang necha bo'ladi? 12 ni 6 ga ko'paytirsang? 12 ni 6 ko'paytirsam 72. O, tushundingmi endi? Ha. Pul deb o'yla, tamom. Mana shu misol yarmi yechayotgan misoling, erta kelajakda pul keladi, korobka, tushundingmi? Rahmat ustoz. Yorasanmi endi? Ha. Tamom, shogird.